Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar, charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Sizlar bilan Islom Sultanov, yopiq kanalimiz uchun maxsus video. Xo'p, bu videoni hozirga qisqacha tushuntiraman va ommaga tanishtirish uchun qanday qilib kurtak payvand qilib tezroq hosil olish yo'lini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz payvand haqida ma'lumot berib o'tamiz. Payvandimiz qachon qilinadi payvand? Kurtak payvandlari 25-maydan uyog'i sentyabrgacha qilinadi. Shu ora mavsumda hududlarda po'st berishi, taran tayyorlik holati, misol uchun yosh daraxtlarda 2 yoshlik paytida mana shu bosh barmog'ingizda diametrga yetib kelsa payvand qilishingiz mumkin. Yerdan taxminan 30-40 santimetr tepaga T shaklida xuddi shunaqa holatda kurtak payvand solinadi. Xo'p, kurtak payvandini ishda solish mumkin. 2 ta solinadi. 1, 2, men 3 tacha solganman bunga. Qolganini olib tashladim. Bu yil kesib tashladim. Tevadan ham bo'ladi. Xo'p, tevasidan kesdim. Xo'p, hozir 2023 da qilganman. 24-yili o'sib chiqishni boshlagan. 24-yili o'sgan, bundan ham baland o'sgan, odam baravarda bo'lib tevasini kesdim. Mana 2025 da tevasini kesdimmi? Hozir 2025 turibdi. Demak, ikkinchi barga ketyapti. Bu yil kurtak payvandni tagi 2 yoshli bo'lsa, demak 4-bargada umumiy hisobda 4-barga. Demak 2026da 5-barga bo'ladi. Inshaalloh bu hosili bor. Mana hozirdan hosil kurtaklar rivojlanishni boshlayapti. Mana men juda ham ajrataman buni. Mana shuni ichidagi kurtaklar avgustga borib qora ko'zga aylanadi inshaalloh. Buni nima qildim men? O'sib chiqqanda, kurtaklar yangi o'sib chiqqanda shu yerdan mana qo'limda olib tashladim-da, tepada bitta qoldirdim. O'sha ikkitasini o'zim uchun nog'da olishga qoldirdim. Xo'p, bizga 4 ta ona lider shox kerak. Bitta markaziy lider, 3 ta yon qaragan lider. Umumiy holatda 91 dan shoxlatishimiz kerak. Hozir yerdan 40 ga qo'ygan bo'lsam, taxminan mana shu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'p, men pastagini olaman. Qolganlarga quvvat berib, men kelasi yil hosil olishim kerak bundan. Olib tashlayman. Xo'p, endi qarab turing. Teva tomonda mana bu baquvvat ekan, buni qo'yaman. Buni shu tomonga markaziy lider qilib qo'yaman. Bu yoqdan bu chiqib kelyapti. Liderni sal bog'lasam, tevaga qarab yuradi. Biroq shakl berishni ham ko'rib ketyapmiz-da. Xo'p, men buni pastagini ham olaman qo'lim bilan. Mana buni olib tashlayman. Xo'p, 1, 2, 3 ta. Endi ozuqa tevaga qarab yuryapti. Men buni hozir mana bu yerdan ham kesib tashlash imkoniyatim bor. Xudo xolisa, hozir buni ushlab turgani uchun kesmayapman. 1, 2, 3 ta. Shu yerda bittasi qoladi. Taxminan ikkitasini ham qoldirishimiz mumkin. Mana bu maydachadan olib tashlaymiz. Maydani ham olamiz buni ham. Endi hozir stressda ko'chatlar. Shuning uchun bargiga ozgina vitamin berib turibmiz. Mana zak ko'pligida zang kasali ham kelib qolgan. Atrofida buni ilmiy nomini yozib qoldiraman opsioniyada. Atrofida ildiz atrofida ildiz chirishi bo'ladi. Shuning uchun shu holatda qoldi. Mana 90+1 metr atrofida 3 ta liderimiz bor. Liderlar 3 yoqqa yurib chiqib keladi. Uchala tomondan ichi ochiladi va o'rtada bitta markaziy lider qoladi. Bu taxminan bu yo bu bo'lishi mumkin. Shunda bizda hosil beradigan nog'dalardan mana shu liderda hosil bo'ladi kelasi yilga inshaalloh. Balki bu yilga pastdagilardan ham bitta-ikkitadan nishona bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tevaga hozir mana 3 tasini o'zim uchun qoldirib qo'ydim. Endi inshaalloh biz o'tgan yillar juda ko'p joylarga payvand qildik. Payvand olganlar bor, olmaganlar bor. Bu yil barcha viloyatlarga qo'ydik. Vakil Vohaga bitta, mana Andijonga alohida qo'ydik. Farg'ona bilan Namanganni o'zimiz qilyapmiz. Toshkentni o'zimiz qilyapmiz. Ba'zi hududlarni inshaalloh oldindan ham bunga zakaz olishimiz mumkin. Xizmat turiga ishchilarimiz bor. Xizmat ko'rsatamiz. Narxlarni biroz pasaytirdik. 250 ming so'm edi. 10 yillik daraxtlarni, 8-10 yillik daraxtlarni payvand qilish 200 mingga tushirdik. 2 yosh, 3 yoshlikdan payvand qilish hali ham 25 ming so'm. Xonadonlarda bo'lsa 50 ming so'm atrofida bo'ladi. Endi
xonadonlarga 4 ta 5 taga beriladi. Katta maydonlarga 50 ta 100 ta 200 ta 300 taga 20 ming 25 u kelishuv asosida xizmat ko'rsatiladi. Bir martalik xizmat ko'rsatish. Xudo xolasa telefon nomerlarini qoldiraman. Oldindan zakaz berishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Kurtak payvand deyishingiz mumkin. Hozir mana bu yerda o'tgan yil qilganimiz bor. Mana pastagini sindirib olishibdi. Postaga ham olgan edi. Hozir ko'kargan holatda turibdi. Balki atrofidan chiqib ketishi ham mumkin. Qimirlab qoldi o'zi. Xo'p, mana bu bor. Bunda ham mevali kurta bo'lishi mumkin. Bu endi birinchi bargi. Mana 24 kuzda qilingan, 25 chiqdi. Demak 25 dan o'sishdan boshlasa, demak birinchi bargi. Hali 1 yoshga to'lmagan. U 25 da 1 yoshga to'ladi. 26 da 2 yosh bo'ladi. 27 da hosil berish mumkin. Balki zo'r o'sib qolsa, buni agar ishlovini bersak, tanasi ham biroz tanasi bir to'xtalish bo'ldi, tomirlar uzilish bo'ldi, mana bu joylar zararlangan joyi bor. Pastdan olib chiqmoqchi edim, ustki pastdagi kurtagimiz patera bo'lib qoldi. Endi hop, qanday boqamiz? Atrofini yaxshilab yumshatamiz. Hop, kelasizda buni shunday qilib uchlarni olib tashlaysiz. Ozuqani to'xtatish, shoxlab ketmaslik bo'ldi. Shu holatda to'xtatib qo'yasiz, bitta ikkita bargini olib turasiz. Xudo xolasa bu ham taxminan deylik 40 santimetr o'sganda buni ham uchini olinsa shoxlaydi. Ya'ni biz kelasi yil 26-yil qiladigan ishni 25-yilda qilamiz. 1 yil oldinga suriladi, hosilimiz erta bo'laveradi. Bu yerda changlatuvchimizni ham ko'rib qo'yishimiz kerak. Changlatuvchilar tkayli payvand qilingan, o'zi tepasini kesib qo'yganman. Ya'ni shoxlatish uchun bizda hozir ikkita variant bor. Bitta pastidan, bitta tepasidan ketyapti. Mana yovvoylarni tozalab turaman. Shuni olib, hop. Biz kelasi yil changlanishga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun pastagini qoldirar ekanman. Pastagini u tarafga olsam, mana buni kesib tashlaymizda, pastagini bu tomonga olamiz. Mana bu shox tomonga. Mana shu holatda tik holatda o'stirib olaman buni. O'lchani biroz kesamiz. Bu xudo xolasa taxminan kech kuzgacha 1 metr oshiq o'sib beradi. Mana kelasi yilga mana chiqqanlarni qarang, tepasini kesganim foydasi bu 1. 2 mana bilan serialashtirib olib turibman. Aslardan olamiz. Bizga mana shu yerdan 1 2 3 ta ona lider kerak. Tepaga qarab o'stirishimga gulchanga yetadi. Bu qo'shimchasi kerak emas. Menga bitta shuni o'zi uy xonadonidagi ikkita pista uchun yetadi. Hop. Endi tagga soladigan ozuqalarimni 1 metr diametr radiusda aylantirib chopib, amofor, superfosfat, kaliy berib, qo'shimchasiga map, bargidan aminokislota, ildizidan dengiz o'tlari beramiz. Endi hisoblaymiz, taxminan 1 yil uchun, ya'ni 1 yil uchun, 25-yil uchun 35 ming 40 ming so'mlik o'g'it ketishi mumkin bitta daraxtga. Taxminan bu kurutni olib qaraladigan bo'lsa, gektariga 2,5 million 3 million atrofidagi o'g'it ketadi. Men aytgan o'g'itlar, aminokislota, kalsiy hammasi bor ichida. Bu narsa hosilni tezlashtiradi. Aynan payvanddan keyin shu o'g'itlarni beriladi, etap-etap berib boriladi. Xarajatlarni qisqartirishimiz mumkin. Yopiq kanalimizga qo'yapmiz bitta-bitta. Xudo xolasa yangi videolarda yana qo'yaman. Inshaalloh. Kimga yana qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, marhamat. Telegram nomerimda aloqaga chiqib, WhatsApp nomerimda aloqaga chiqishingiz mumkin.